Assalomu alaykum. Ishlarni boshlab oldinglarmi? Xudo xolisa biz ham boshlaganmiz. Bugun dushanbacha ertalab probka bo'ladi, odam ko'payib ketib qoladi. Shunga istoriya ham qo'ya olmadik. Olib qolgan ishlarimiz akalar, xudo xolisa Lacetti 1.8 Paxtaboddan, o'zimizni Paxtabod, Jamshidbek usti. Lacettiga shu har doim qoyil qolaman, maza qilaman, mana qaranglar. Ginezda ular radnoyda. Kamida 300 ming bosib o'tgan kilometr shu mashina. Kamida 300 ming bo'lmasa undan ham oshiqroq. Avtorasot qilib qolgan, Ginezda ular ham vaqti cho'shib ketgan akalar. Nima qilamiz endi bunga? Har doimgidek komplet Ginezda o'zimiz tayyorlaymiz Ginezdoni. Направляющий втулка klapansanli 1.6 ga, yangi klapan, sarochka birtilka yana xudo xolisa zavod holatiga qaytaramiz akalar. Xizmat bo'yicha bemalol murojaat qila olasizlar. Ishlar boshlangan, tezda endi istoriya qo'yib, xudo xolisa turamiz akalar.